Hurmatli tomoshabinlar, bugungi video obzorimizda Tigo 7 2026, ya'ni restyling varianti haqida gapirib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilishingizni tavsiya etamiz. Ushbu videoda boshlanish to'lovi hamda oylik to'lov haqida ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Xo'p, Tigo 7 avtomobilimiz oldingisidan nisbatan yangilangan dizaynda bo'lib kelib, oldi faralari Tigo 8 nikidan, oldi oblisovkalari ham Tigo 8 da dizayndan bo'lib kelyapti. Doimgidek panorama tom bilan jihozlangan bo'ladi. Avtomobilimiz 1.5 turbo motor bilan jihozlangan bo'lib, 147 ta ot kuchilik motorga ega bo'ladi. Undan tashqari avtomobilimiz atsinkovka metaldan qilingan bo'lib, materialimizning qalinligi 0.8 qalinlikda bo'ladi. To'liqligicha shum izolyatsiya qilingan bo'ladi. Diskalarimiz razmeri 18 razmerda bo'ladi. Yumshoq balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bemalol mana shu balonning o'zida almashtirmasdan harakatlansangiz bo'ladi. Diskiy tormozni sistema bilan birga. Eshiklarda besklyuchovoy dostуп, sensorli bo'ladi. Ya'ni qo'lingiz bilan bunaqa tegingan paytingiz bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Hop, pamyat sideniyga ega bo'ladi. Oldingilarga nisbatan bitta haydovchi qo'shilgan bo'ladi. Ya'ni oldingilarda ikkita bo'ladigan bo'lsa, hozir 3 ta. Hop, eshik kartalar deyarli hammasi o'zgargan bo'ladi. Ya'ni 8 Pro ning dizaynida keladi. Karbon elementlik mana bu yerda akvaprintlar bilan birga. Xo'p, eshik ruchkalarimizdagi eshik ochkichlari hamda knopkalarimiz hammasi xrom detallarga ega bo'ladi. Elektronli ligrovka hamda podsvetkalari ham o'zgargan bo'ladi. Skorichaklarimiz xrustalni bo'lib keladi. Multifunksiyonalni rulga ega bo'lib, rulimiz o'ng tarafi multimediani hamda chap tomonida bemalol kruiz kontrollarni boshqarsangiz bo'ladi. Bunga qo'shimcha oldingi versiyalarga nisbatan bu avtomobilimiz Tigo 8 lardagi funksiyalardan bittasi bo'lgan, svetoforda borib to'xtagan paytingiz avtomobil motori o'chadi, multimedia sistemasi ishlab turadi, ya'ni gaz pedaliga oyog'ingiz bosgan paytingiz avtomobil yana qayta harakatlana boshlaydi. 51 litr benzin hajmiga ega bak bilan jihozlangan bo'lib, avtomobilimizning yoqilg'i sarfi uzoq yo'lga yurgan payti o'rtacha 6 litrlar atrofida, shahar sharoitida 8 litrda tashkillashtiradi. Orqasi to'liqligicha o'zgargan monoqosh bilan jihozlangan bo'lib, parktroniklarimiz hamda bamperlarimizning ko'rinishlari ham o'zgargan bo'ladi. Elektronli bagajga ega bo'lib, ochilgan paytda elektrondan ochiladi, yopilishi ham xuddi shunaqa. 475 litr bagaj hajmiga ega, anchagina katta qulay bagaj. Sidenamiz yotgan paytda 1200 litrda tashkillashtiradi, hamda bagajligimiz detskiy rejimiga ega bo'lib, yosh bolalar qolib ketsa yoki boshqa masalan bexosdan tegib ketadigan bo'lsangiz ham qisib qolmaydi. Bu juda ham qulay narsa hisoblanadi. Avtomobilimiz ikkita pozitsiyada, Life hamda Premium komplektatsiyada bo'ladi. Life pozitsiyamiz ham panorama tomga ega bo'lib, narxi 299 million 900 ming so'mni tashkillashtiradi. Aynan Premium komplektatsiyamiz 344 million 900 ming so'mni tashkillashtiradi. Agar naqd pul evaziga xarid qilinadigan bo'lsa, ikkala pozitsiyamizga ham 25 million so'm foyda asosida, ya'ni birinchi pozitsiyamiz 274 million 900 ming so'm, undan tashqari ikkinchi pozitsiyamizni 319 million 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilikda yoqilg'i muammosi bo'lganligi sababi ushbu avtomobil MPI sistemada ishlovchi motorga ega bo'lganligi uchun bu avtomobilimizga bemalol propan gaz ballonni o'rnatsa bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avtosalondan, ya'ni servisdan ko'chada, xashak ustalarda qo'ydirgan paytingiz avtomobil garantiyadan chiqib ketadi. Bizda o'sha narsaning yechimi bor, ya'ni avtomobilimizni tayyor gaz uskunalari bilan, ya'ni zavoddan qo'yilgandek 5 yillik kafolat muddati saqlangan holatda qo'yib bergan gaz uskunamizga alohida 100 ming kilometr garantiya berilgan holatda avtomobilda tayyor gaz ballon, tonirovka, oyog'in tagidagi poliklari hamda setka zashitalari bilan birga 63 million so'm boshlanish to'lov ichida faqatgina Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ta'kidlab o'tamiz, agar boshlanish to'lovingiz 50% tashkillashtiradigan bo'lsa, Life komplektatsiyamizga 60 oy muddatga oylik to'lov 3 million 900 ming so'mdan qilib, bemalol faqatgina boshqa joyda emas, faqat Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonidan kelib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Manzilda yana bir marta ta'kidlab o'taman, Toshkent-Buxoro trassasi, ya'ni Navoiy viloyati Karmana tumanida bo'lib, bu yoqdan kelishingizda Guli magazindan o'tgandan keyin hamda Mohina to'yxonadan razvorat qilib olasiz. Ish vaqtimiz har kuni dushanbadan yakshanba kungacha ertalabki soat 8:30 dan kechki 20:00 gacha bo'ladi. 18:00 gacha kelgan har bitta mijozimiz uchun bepul test drayvimiz tashkillashtirilgan. Ya'ni avtomobilni tanlaysiz, rangini tanlaysiz hamda avtomobilni haydab ko'rasiz. Agar sizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bitta pasport evaziga bir kunda nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Avtomobillarimiz soni chegaralangan, toshilib qolishingizni so'rab qolamiz. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'la olmaydi.